Xohish istaklar ortidan quvish. Nafs xastaliklaridan biri bu Alloh taolo bandaga oldindan belgilab qo'ygan qismatidan norozi bo'lish, befoyda, o'tkinchi orzu-havaslar ortidan quvish sanaladi. Muolaja uslubi. Inson o'z xohish istaklarining oqibati qanday bo'lishini hamda nima bilan yakun topishini bilmasligini anglab yetishi orqali bu kasallikka davo topishi mumkin. Banda o'zi ortidan yugurayotgan xohish istaklari uni yaxshilik sari yetaklaydimi yoki yomonliklargami? Orzular uni baxtli qiladigan narsalarga olib boradimi? Istaklar uni baxtli qiladimi yoki baxtsizmi? Yoki ular baxtsizlik va behalovatlikka yo'l ochadimi? Oxir-oqibat ular uni halokatli natijaga olib bormaydimi? Agar banda ushalmas, puch istaklarni yolg'on ekanini tushunib yetsa, u hech qachon ularni bajarilishini xohlamaydi va ularni rad etadi. O'zida bor ne'matlariga qanoat qila boshlaydi. Natijada xotirjamlikni topadi. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam birortangiz o'ziga yetgan zarar tufayli o'limni orzu qilmasin. Agar o'lim tilashdan boshqa iloji qolmasa, Allohim, modomiki tiriklik menga yaxshi bo'lsa, meni tirik qoldir. Qachon menga vafot etish yaxshi bo'lsa, meni vafot ettir desin, dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Imom Termiziy, Imom Nasoiy rivoyati. Buyuk shoir Yunus Emro Alloh rahmatiga olsin, bu dunyoni zaifligini ta'riflaganida tarjimondan: tasavvur qiling-ki, siz Qof tog'idan boshlab butun dunyo ustidan hukmronlik qilasiz yoki siz butun dunyoni o'ynab yutib yubordingiz. Tasavvur qiling. Siz Sulaymon alayhissalom taxtida o'tirgan shohsiz. Barcha dev va parilarni adolat bilan boshqaring. Ammo sizning hayotingiz kamonchining qo'lidagi o'qqa o'xshaydi. O'q kamon ipida turmaydi. Uni qo'yib yuborish kerak. Tasavvur qiling. Bilingki, bu dunyo og'izdagi bir luqma ovqatga o'xshaydi. Luqmani chaynadingizmi, endi uni tezda yutib yuboring. Dengizning tubiga sho'ng'iysiz. Suv tomoqqa ko'tariladi. Tipirchilama. Ey badbaxt, o'zingni cho'kib ketdi deb hisobla. Ey Yunus, umring shodlikda 100 yil davom etar. Oxir-oqibat faqat bir nafas bo'ladi. O'tib ket, unut va eslab qolma. Jaloliddin Rumiy bunday yozadi. Hayot senga orqama-orqa to'siqlar, sinovlar yuborsa, bu tikanlardan saqlan. Xavotir olma. Yaqin kunlarda bu tikanlar gulini ham ko'rsatadi. Ishqi buyuk, savdosi buyuk bo'lganini sinovi ham og'ir bo'ladi. Yaxshini izla, to'g'rini izla, go'zallikni izla. Aslo qusur izlama. Qof tog'i qadar buyuk bo'lsang-da, kafanga sig'adigan qadar kichiksan. Tur, o'zingga kel, noumidlikka berilma. Umidsizlik shaytondan, umid qilish Allohdandir. Robga olib boradigan yo'llar bisyordir. Men esa ishq yo'lini tanladim. Qumning zarrasiman, ammo sahroning dardini tashiyman. Ishqda nasibang bor bo'lsa, tegsang ham yonajaksan, shuni yaxshi bil. Kimlar sog'inchdan yonar, kimlar yetishishdan. Ruhning go'zalligi tananing go'zalligi kabi tez ko'rinmas. Nimagadir bilmayman, senga boqsam o'zimni ko'raman. Senga kelayotgan vaqtda o'zimdan ketaman. Sendan ketar vaqtda hech o'zimga kelmayman. Insonlarni yaxshi tani, har insonni yomon bilib qutulmoqqa shoshilma. Har insonni yaxshi bilib ham ovunma. Shaytonni qotili odobdir. Shaxsiyatparvarlik ko'zga taqilgan ko'zgudir. Qayerga boqsa, o'zidan boshqasini ko'ra olmas. Ba'zi insonlar borki, salomlaridan qurum hidi keladi. Ba'zi insonlar salomidan mushka ambar xushbo'y hid keladi. Kimning ishqqa mayli yo'q bo'lsa, qanoatsiz qush kabidir. Aqlim qalbimdan iymon nimadir deya so'radi. Qalbim aqlimning qulog'iga egilib, iymon odobdir dedi. Tilingni tarbiya etmakdan avval yurakni tarbiyat et. Chunki so'z yurakdan kelib, tildan chiqadi. Seni sevganlarni zahar bo'lsa ham yut. Seni sevmaganni bol bo'lsa-da unut.
Xafa bo'lish vajlarini izlashdan ko'ra, sevish, sevilmoq yo'llarini izla. Hamma zohirga bezak bermoqqa kirarkan, sen botinga bezak bermoqqa shoshil. Hamma birovlar aybini aytib g'iybatga ketarkan, sen o'zingni xatolaring, ayblaring bilan mashg'ul bo'l. Ko'ngli oydin, toza odamga qul bo'lish shohlar boshiga toj bo'lmoqdan a'lodir. Ey ko'ngil, jonni achishtirar dori ayriliqdir, ammo uning ichinda ishq degan shifosi yashirindir. Foniy bo'lgan ishq yo'qdir. Ishqlarning bari boqiydir. Farqi shuki, kimdir san'atkorni san'atini ko'rur, kimdir san'atkorning o'zini. Bizni bilganlar bilar, bilmaganlar o'zi kabi bilar. Odamzod dunyoni zabt etar, ammo og'zini zabt etolmas. Go'zal kunlar senga kelmas, sen ularga yurib borarsan. Insonni tanish dengizdagi suvni ko'zaga quyib, dengizni bo'shatmoqqa uringan kabi mushkul ishdir. Qalb dengizdir, til sohildir. Dengizda nima bo'lsa sohilga urilar. Sevgi va shafqat odamiylik vasfidir. Qahr va shahvat hayvoniylik belgisidir. Kitoblarni o'qimoqdan avval o'zimizni o'qishga kirishaylik. Insonning qanoti g'ayratdir. Yo tutiladigan darajada yaqin bo'l, yo unutiladigan darajada uzoq bo'l. Mehmon keladigan kabi uyingni, o'lim keladigan kabi qalbingni ozoda tut. Yolg'izlikni eng yomoni seni anglamaganlar ichra qolishdir. Behuda urinma. Seni ko'rganlari va eshitganlari qadar anglaydilar. Har bir inson xuddi yomg'ir tomchisi kabidir. Kimdir loyga tushar, kimdir gul yaprog'iga tushar.